3 yoshli qizimizni 12 yoshli qizimizga tashab, ularni Allohga omonat qilib, biz obunachilarimiz, yurtdoshlarimiz, kuzatuvchilarimiz oldida bergan va'damizni bajarish uchun uzoq manzilga safarga otlandik. Bizni oxirigacha kuzatishda davom eting. Hozir esa sizlar bilan birgalikda bozorga qilamiz. Ketdik. Biz o'tgan hafta pulsiz ehson loyihasini e'lon videosini qo'ygandik. 15 mingta like, 15 mingta kommentariya yozilsa, repost bo'lsa, ehson loyihasiga start beramiz. O'sha like bosgan, kommentariya yozgan yurtdoshlarimiz nomidan deb, lekin kutilgan natijaga erishilmadi. Lekin yana bitta lekini, bizning homiymiz Anhor kolbasa va go'sht mahsulotlari rahbarlari, xodimlari shunaqa fikrga keldiki, yo'q, biz u natijaga erishadimi, yo'qmi? 1000 tami, 2000 tami, 5000 tami, 10 ming tami qanchadir yurtdoshimiz ehson savobidan umidvor bo'lib like bosdi, kommentariy yozdi, repost qildi. Biz o'shalar nomidan baribir ehson loyihasini amalga oshiramiz deb to'xtamga keldik va bugun pulsiz ehson loyihasiga start berdik. Kuzating, haqdorini izlab 150 kilometr yo'l yurib ketyapmiz. O'rtoqlar, ana qaranglar, qil ko'prik. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Alloh, bismillahirrohmanirrohim. Qaytish o'ylayman, bu taqadan qaytamiz keyin. Bu yo'ldan boshqa yurmayman. Bismillah, alhamdulillah. Bu yo'ldan voy jonim. Taqdirning hazilini qarangki, Surxondaryo qizi Toshkent viloyati Yangiyo'l tumaniga turmushga chiqadi. Turmush davomida turmush o'rtog'i bilan oralarida 4 nafar farzand tug'iladi. Lekin noinsof qaynona 4 nafar farzandli bugunga qadar turmush o'rtog'i bilan oralaridagi qonuniy nikohga qarshilik qiladi. Yana bir taqdirning zarbasi, turmush o'rtog'i bevaqt olamdan ko'z yumadi. Ayol 4 nafar farzandi bilan ko'chada qoladi. Qaynonasidan, ya'ni farzandlarining buvisidan yordam so'raganda, u qo'shtirnoq ichidagi buvi nabiralarni lagan bilan boshini urib yorib, lagan sinig'i bilan ayolga yuzlariga, badanlariga tan jarohat yetkazadi. Eng katta qilingan yordam bugun ayol Angren shahridagi ijtimoiy himoya uyiga joylashtirilgan. 4 nafar farzand, 5 oylik go'dak qo'lida. Aynan shu biz kelgan kuni 4 nafar farzandini birini, ya'ni qizalog'ini tug'ilgan kuni ekan. Shu darajada xursand bo'ldiki, xursandchilikdan to'g'risi biz o'zimizga ham ko'zimizga yosh kelyapti. Va albatta mana shu sizlarning nominglardan qilinayotgan ehsonga qo'shimcha tarzda bizning homiyimiz Anhor kolbasa go'sht mahsulotlaridan mana shunday bir-biridan chiroyli to'plam duo qilib qo'yasizlar. Instagram profillarini qoldiramiz, obuna bo'lib qo'yasizlar. Ushbu ehson birinchi pulsiz ehson loyihamiz xudo xolasa yaxshi natijalarga erishsak, ehson loyihalarimizni davom ettiramiz. Hurmatli aziz kuzatuvchilarimiz, biz hozir ijtimoiy himoya uyini foyezdamiz, koridordamiz. Bizga ichkariga kirishga ruxsat berishmadi. O'ylaymanki, birinchi ehson loyihamizni o'z nihoyasiga yetkazdik va hamma narsalarni egasiga, munosib egasiga topshirdik.